Hozirgi kunda 99% gilam ish korxonalari Karcherdan foydalanadi. Karcherdan foydalanish sababi mana samarasini ko'ringlar. Xuddi shu narsa, mana shu narsa Karcherda foydasi bo'ladi. Bu yuvilmagan joyi. Turkiya texnologiyasidan foydalanasizlarmi? Bu Turkiya texnologiyasidan foydalanadiganlar bor, lekin 100% gapimga javob beraman. Bunchalik Karcherchalik tukunlikka qilib, mayin qilib bir xilda qilib qo'ymaydi. Bundan keyin rotorkada shampunlanadi, sidiriladi, boshqa bo'ladi, sentrifugada quritiladi, ufaqqa qilib egasiga topshiriladi. Ungacha bo'lgan ishlarda Karcher ishlatiladi, Karcherda foydalaniladi. Mana ko'rinib turibdimi? Farqi. Qancha o'sgan mana. Tukunlikka qilib bergan, xullas chiroyli bo'lgan. Sizlar bilgan, sizlar ko'rgan xuddi shu tukunlikka qilib, ufaqqa qilib olib borib bergan gilam ish korxonalarini shuni orqasida shu Karcher turadi. Karcherda cho'qqi qilib bir boshdan Karcher. Endi asli Karcherlashda o'zini yo'li bor. Hamma bunaqa chiroyli qilib tekis qilib Karcherlavermaydi. Karcherlagandan keyin o'zini mutaxassislari bor. Karcherlar rotorga qilib, boshqa qilib egasiga olib borib berishadi. Lekin atak italyanskiy texnologiya, turkiy texnologiya deganlar ular ham hammasi baribir Karcherdan foydalanadi. Sog' bo'linglar.